O'rtoqlar, biz hozirda Toshkentdagi Grunfos servis sentriga keldik, ya'ni servis markaziga. Xo'p, bu markazga kelishimizdan asosiy maqsad Grunfos servis markazida albatta yengilliklar bo'lgan, ya'ni o'sha mijozlarga xizmat ko'rsatish, qanaqa ta'mirlashlar bo'ladi, ya'ni olib kelingan mahsulotlar bo'yicha ana shu umumiy masalalarni, ya'ni muhokama qilish, nima yengilliklar bo'ldi, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa mijozlar uchun yaxshilanishlar bo'ldi. Mana shu masalalarni muhokama qilish maqsadida dilerlarni albatta taklif qilishayotgan ekan va biz, ya'ni Klimadesk jamoasi birinchilardan bo'lib keldik va jarayonlar bilan tanishdik. Video davomida ham albatta o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Ular brigada qo'yishadi и ularni brigadasida yana nasoslar bo'ladi. P1 показатели bu ishlab chiqargan sana. Nasoska сопротивление berish u o'zi qaytanga nasos сопротивление qarshi ishlash kerak-da o'zi. Там подбор труб уже было сделано, они не могут изменить этот труб. Если брать скалу 2, это стандартный насос, он практически он работает рассчитан на 8 точек. O'zbekistonda mana shu hozir ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda tursak, sotuv bo'yicha, mana shu Grunfos bo'yicha. Faqat vaqt kerak emas. To'g'ri sel qo'yish kerak и vaqt kerak. Sizlar отказ bersanglar, keyin bizga yopishadi. O'shaning uchun biz bitta komanda bo'lishga tayyormiz. Biz unaqa gap bo'lishi mumkin emas. Ko'ra bo'ldi. O'tga уже klient kirmaydi.